12 gram litiy xlorid necha gram suvda eritilganda 12% eritma hosil bo'ladi. Berilishini yoza olamiz. Litiy xlorid 12 gram ekan. Litiy xlorid bu tuz. Demak, tuzni tagiga yozamiz. Necha gram suvda eritilganda suvni topish kerak. 12% eritma hosil bo'ldi. Demak, foiz konsentratsiya 12% ekan. Foiz konsentratsiya W bilan belgilanadi. 12% ekan. Foiz konsentratsiya bu 100 gram suv 100 gram eritmada erigan moddani massasini ko'rsatadi. Demak, agar eritma 100 gram bo'lsa, erigan modda 12 gram bo'ladi. Ya'ni tuz erigan modda 12 gram bo'ladi. Endi proporsiya orqali eritmani topa olamiz. 12 ni 100 ga ko'paytirib 12 ga bo'lamiz. Demak, agar eritma 100 gram bo'lsa 12 gram erisa, bizda tuz shunda ham 12 gram edi. Demak, eritma ham 100 gram bo'laveradi. Demak, haqiqatda eritma 100 gram bo'lgan ekan, tuz 12 gram bo'lgan ekan. Endi eritma degani tuz va suv degani. Ya'ni tuzni suvda eritib eritma olamiz. Tuz 12 gram ekan, eritma 100 gram ekan. Qolgani suv bo'ladi. Ya'ni 12 gramga qanchadir suv qo'shib 100 gram eritma olinadi. 100 dan 12 ni ayiramiz. 88 gram suv. 12 gram tuzi 88 gram suvga qo'shilsa 100 gram eritma bo'ladi va 12% eritma bo'ladi. Ya'ni demak, suv 88 gram. To'g'ri javob A varianti.